Bir kun mosh kishirini turib bilan yeymiz desam, okey, bittasi kommentariyada yozib turibdimi? Turib bo'ladi o'zbekchasiga. Ya'ni rus tilida turib degani jasad degani ekan, men bilmayman. Mana mosh kishilarimizni ko'ryapsizlar, mana shunaqa. O'tgan safarchi nonga, buxonka nonga shuni surib yuvdim, ko'pchilik kelib, mana shu buxonka nonga surib, qurtlari bilan sepib, truplar bilan qo'yib maza qilib yeymiz, qazilar bilan deb kelishdi. Mana shu qurt sepish mosh kishirida o'zi qachondan boshlangan? Bizda rahmatli Abdulla ham 8-9 yil oldin bizning povurimiz bo'lganlar, ko'pchilik biladi u insonni. Shular bir kun qurt sepib berdilar, mosh kishiriga. Okey, qurt ham sepadimi desam, bitta yeb ko'ring, shuni olib yesam, shunaqangi sho'rtangina mazada. Hozir shaharda ko'p joyda mana hozir restoranlarda ham, choyxonalarda ham mosh kishirini qilishyapti. Endi nima deymiz? Rivojlanaversin, raqobat bor joyda har doim sifat bo'ladi. Shashlikni piyoz bilan yeysizlar, oshni ashshu bilan yeysizlar-yu. Mosh kishilarni nima bilan yeymiz desa, mana shu til bor, til shunaqangi foydali, bu immunitetni ko'taradi. Ha deb qazi bilan yeyavermasdan, mana shu chiroyli qilib suzmalarni ozgina qurt o'rniga ozgina suzni sepib turib, bitta mana shu to'shidan qo'yib olasiz-da. Mana qarang, mana. Ana undan keyin mana shu mosh kishirini olib, bismillahirrohmanirrohim deb mana buxonka non sal svejiyroq olgan, yumshab ketdi. Mana shuni buterbrod qilib bismillah deb yeyaverasiz. Xudo xolasa mana halol sifatli go'shtlardan mosh kishirini yeyman desanglar, qani bekor yo'lga marhamat, kelaverasizlar.